Oy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yoshlar, xush kelibsiz baxt qo'shonasiga. Qonuniy nikohlarni qayd qilishni o'z zimmamga olar ekanman. Sharafli burchimni ado etishga ijozat bergaysiz. Bugun sizlar uchun eng ulug' va unutilmas kundir. Qonuniy nikohingizni qayd qilish marosimi hayotingizda shonli voqea bo'lib qoladi. Marhamat, o'z roziligingizni tasdiqlagan holda dalolatnoma yozuviga imzo qo'yishingizni so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga binoan bugundan boshlab sizlarni qonuniy er va xotin bir oila deb e'lon qilaman. Hozir Zuhra, hozir. Istanbuldan telefon qilishdi. Ertaga переговорga chaqirishyapti. Siz nima dedingiz? Yo'q dedim. To'yimiz ertaga. Bekzod, shuning uchun tunda biratdan bilet oling. Ulguramiz. Hammasi по плану. Fatima?